haydab bo'lgan bo'lsangiz, undan keyingi daraja aynan mana shu Denza N9 bo'ladi. Lidan ham yurish tomonlama, salon tomonlama, lyuboy tomonlama aqlli. Orqa balonlargacha qayilib, krabga o'xshab ham yurib beradi. Gibrid 1400 adashmasam kilometrli, eshulari ham avtomatik ochiladi. Misol, Lina ofitsialligidan olaman desangiz, hozir 72-74 ming atrofida. Bu yengisi 85 ming atrofida, lekin 3 ming yurgan 2025-yil kraskasi top-toza, anaqa kulrang salonli, salafanlargacha turibdi. Aynan mashina Denza N9 srochniga yangi mashina, yangi degani 3 ming yurgan. 77.500 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Agar rostdan olaymi, olmaymi deb yurgan bo'lsangiz, mana mashina bosib yuboring. Har tomonlama yurish, multimedia, salon, navorot, har tomonlama undan keyingi ancha yuqori daraja mashina hisoblanadi. Bosib yuboring, 3 ming yurgan atiga.